Yaponskiy mana shirinlik internetda rosa tarqaluvdi. O'shani topib oldim. Hozir yeb ko'raman. Nimani shirin hidi chiqyapti desam, mana shuni ekan ichkaridan. Вообще anu tvorожный anaqa hid chiqyapti-da. Mana motorg'onmanmi? O'rtasidan bo'linib ketyapti. Ozginasini olaman desam. Qat. Go'shti qanaqa bir sinoman. Kruasanni ichiga yumshoq narsa solib qo'ygan ekan. Yeb ko'ringsan. Слишком yupqa chiqmadi. Bu menimcha boshqachasi bo'lsa kerak. Mana ham yo'q, kurasanga o'xshyapti. Ammo ichi oddiy bulchka desam. Yoshligimda onam qilib bergan nimadir yo'q. Hamma narsa bergan ekan-da, oyizam, yoshligingizda. Reklamasini qaranglar, Fuji tog'ini tagidagi o'tlarni yeb katta bo'lgan sigirlarning ustidan qilingan morojniy. Men bu bilan prям вообще zo'r ketyapti. Shunaqa yozilgan ekan. Shunaqa dedilar bunari. Qarang, vau! Bu o't mana chiqyapti, o'rtalari shunaqa yupqa ekan. Mana. Ну, прозрачный emas ekan-u. Yaponiyada, может, Koreyada shunaqa прозрачный bo'lsa kerak. И mazali вообще. Yeyish kerak.